Er-xotin bir-birini yaxshi ko'rib, romantiklik, chiroyli yashab yursa, ha desa, o'g'lim yo ukam yo akam xotinni chotiga kirib ketgan. Voy, ahmaq, nima qilsin u? Xotinni urib, zulm qilib, ko'chadagi bitta manjalaqa bilan o'ynassinmi? Shuning uchun qayna-qaynatalar, uylagan o'g'limizni xotini bilan qanaqadir jicha bir bemalol gaplashadigan, kulishadigan sharoit qilib berishga harakatni qiling. Nimaga bolalarimiz tug'ilgandan keyin osmukol bilan tug'ilyapti qorinda? Sabab o'sha er-xotin bemalol er-xotin bo'lmagan, qo'qib er-xotin bo'lgan. Jom ovozi eshitilmasin, paqir ovozi eshitilmasin. Shu bilan er-xotin bo'lgan. Shuning uchun bolasi ham kasal va nogiron, aytgan ovqatni yedirmaydi o'sha qayna-qaynatalar, ajdaholar. Olti kallali. Keliniga birortasini o'g'li hozir biror narsa olib kirib ketayotgan bilib qolsinda, bo'ldi tamom, voydod, davleniya, o'lyapman, qolyapman, o'g'lim meni kechib tashadi. U kechgan yo'q, hurmatli ona, u